Abduhamidov jamoasi, taekvondo jamoasida tadbirlarni o'tkazish bo'yicha mas'ul etib tayinlangan Shamsiddinov Bahromjon bilan suhbatni davom ettiramiz. Bahromjon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshi, rahmat. Bu Abduhamidov jamoasi taekvondo bo'yicha jamoaning 4 yilligi munosabati bilan taekvondo federatsiyasi a'zosi, jahon chempioni Dmitriy Shokin kelishi kutilyapti. Ushbu jamoani bir tabriklash maqsadida, shu jamoani tabriklash maqsadida kelayotgan va tadbirlarni uyushtirishda o'z hissasini qo'shayotgan mana Shamsiddinov Bahromjon bilan suhbatlashmoqchimiz. Shu tadbirlarni amalga oshirishda sizning qanday rejalaringiz mavjud? Rejalar bo'yicha aytadigan bo'lsam, Yoshlar ishlari agentligi Qibray tumani vakillaridan odam chaqirtirganmiz. Juda ham kelishadi. Qibray tumani hokimiyatidan vakillar ham kelishadi. Shular bo'yicha jahon chempionlarini chaqirgansiz. Jahon chempionlari chaqirilgan. Va bu albatta barcha shunday bir harakatlar bizning ota-onalarimiz va sportchilarimizni qiziqtirish uchun, to'g'rimi? Bu tadbirlarni uyushtirishimiz va xudo xolisa Chinobod mahallasidagi boshqa hali shu bizning jamoaga qo'shilmagan yoshlarni ham jalb qilish maqsadida shu narsani tashkil etildi. Hop, o'zingiz qanday sport turi bilan shug'ullanasiz? O'zim futbol bilan shug'ullanaman. Va hozirgi kunda shug'ullanib kelaman. Qayerda o'qiysiz? Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universitetida jismoniy madaniyat yo'nalishida o'qiyman. Jismoniy madaniyat bo'yicha tahsil olasiz, 4-kursdasiz. Xudo xolasa kelajakda jismoniy madaniyat, jismoniy tarbiya bo'yicha juda ham bir yaxshi tadbirlarni uyushtiradigan yoki shu soha bo'yicha yaxshi mutaxassis bo'lib yetishasiz. Bu to'g'risida sizga kelajakda yaxshi mutaxassis bo'lib chiqishingizda o'zimning shaxsiy tilaklarimni, ezgu tilaklarimni bildiraman. Qarang, siz ham adashmasam aynan shu Toshkent viloyati Qibray tumani Chinobod mahallasida istiqomat qilasiz, to'g'rimi? To'g'ri. Va o'zingiz haqingizda, ota-onangiz haqida, ularni berayotgan sizga bir tarbiyalari yoki biron bir qo'llab-quvvatlashlari haqida gapirib o'tishingizni so'raymiz. Onam har kuni duo qiladilar, ishdan ketolman deb ertalab onamning duolarini olib chiqib ketaman. Adam ham aytadilar, duo qilib ishlaring omadini bersin deb. Yaxshi. Juda ham chiroyli duogo'y ota-onalarning sa'y-harakatlari bilan mana farzandlari universitet oliy ta'limni bitirib, xudo xolisa jismoniy madaniyat va jismoniy tarbiya bo'yicha yetuk mutaxassis bo'lib yetishib chiqqanlar va kelajakda ushbu maktabda ishlaysizmi, xudo xolasa? Shu maktabda ishlayman. Shu maktabda o'zingiz o'qigansiz? Shu maktabda o'qiganman. O'qituvchilar hammaligini yaxshi bilaman. O'qituvchilar hech orqamdan ota-onam yomon gap eshitmagan o'qituvchilardan. Juda ham yaxshi. Va kelajakda shu mahallani ham yoshlarini sportga jalb qilishga harakat qilyapsiz, to'g'rimi? Shu anaqa bo'yicha harakat qilamiz. Endi yosh, misol uchun hozir ko'pchilik bolalar telefondan qanaqadir o'yinlar chiqib ketgan, PUBG, Counter shunaqa narsalarga berilib ketyapti. O'shalarni yo'qotish maqsadida shu sport anaqasiga jalb etmoqchimiz. Seksiyalarga jalb qilmoqchimiz. Har anaqada, misol uchun Instagram, Telegramlariga har xil video roliklar chiqizamiz. Telefon o'ynasa qanaqa bo'ladi? Misol uchun salbiy oqibatlar. Sportga qatnashsa qanaqa bo'ladi? Ijobiy oqibatlar. O'shalarni hammasini yoritib boramiz. Siz shunday ishlarni amalga oshirgansiz, 2 yil davomida tadbirlar uyushtirishgansiz va o'sha Abduhamidov jamoasi asoschisi Abdumannob Abduhamidov bilan turli xil sport musobaqalarida, tadbirlarda qatnashgansiz-da, u bilan yelkadosh bo'lib va kelgusida qiladigan ishlaringiz haqida, jamoangizga tilaklaringiz haqida va yoshlarga maslahatlar haqida ham o'zingizni tortinmasdan kamtarona maslahatlaringizni berib o'ting. Bundan xudo xohlasa 4 yilligini o'tkazib olsak, keyin 10 yilligi, 20 yilligini o'tkazishga harakat qilamiz. Bolalarga aytadigan bo'lsam, ko'proq anaqa qilsin, kelib shug'ullansin, o'zini ustida ishlasin. Ko'proq anaqa tadbirlarga, musobaqalarga olib chiqamiz.
shoda medallar olishadi, to'g'rimi? Bu har bitta medallarni olish o'ziga yarasha mashaqqatlardan iborat. O'ziga yarasha to'g'rimi? anaqasi bor. Va yoshlikni qiyinchiliklari bor. behuda Yoshlikni o'tkazishmaydi. telefon bilan o'tkazmasin degan maqsadda sport bilan o'tkazsin. Erta o'ziga kerak bo'ladi shu narsa. Va siz ham buni boshingizdan kechirgansiz. Ya'ni telefon sizga juda ham katta foyda bermagan va aynan sport madaniyati yo'nalishini tanlaganingiz ham o'sha turli xil to'garaklarni tashkil etib, yoshlarning unumli Bo'sh vaqtlarni mazmunli o'tkazish mazmunli maqsadida o'tkazishni shu amalga narsa oshirgansiz. amalga oshirganman.